Mana shunaqa dehqonidan birinchi qo'lidan qidirgan bidingiz akalar. Xudo xolasa mana dehqonni yoniga yetib kelganmiz akalar. Bu yerdagilar 4 bosh ona bola sigirimiz bor akalar. Mana shunaqa Shvedda originalidan deyiladimi, originaldan deyiladimi, xudo xolasa akalar, hammasidan bor ekan. Xudo xolasa bu akamizga o'zlariga dehqonchilik ekan. 15 yildan beri chorva bilan shug'ullanib yurib, boqib yurishgan ekan akalar. Xudo xolasa 4 bosh ona bola molimiz bor. Bulardagilar qo'ldan kelgancha narx-navodan yoritib beramiz. 2026-yil akalar, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroydamiz. Bu ona bola. Bular dalada yaylovda yurgan mollar akalar, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha chiqaryapmiz akalar, xudo xolasa mana. Bu ham bolasi buqacha mana, ola akalar. Bulardagilar xudo xolasa to'liq ma'lumotini inshaalloh hozir olib beramiz bu. Olib beramiz. Bu gibrid bola buqacha. Bu ukamiz xudo xolasa o'zi taniganlar bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimi aka? Bo'lyaptimiz. Xudo xolasa aka. Dehqonchilik sotamizmi endi? Dehqonchilik sotaylar aka. Xudo xolasa yaxshi niyatda bir ish boshlangan. Xudo xolasa boshladik ishlarga. Xudo xolasa. Qaydan Shveddan boshlayveramizmi ekan? Boshlayveramiz aka. German Shved toza. 4 ta ona bola bor ekan a? Xudo xolasa dehqonchilik o'zi 4 ta ona bola bor ekan a? Ona bolani sandiqqa solib qo'ygandik. Endi chiqib kelishyapti. Chiqaramiz, xirmonni ko'taramiz. Ha, aka molni ko'rsatib qo'ying. Xudo xolasa aka, mana Shvedda 100 talasidan oyoq qo'llari kelishganidan, bo'ylari balandidan. O'ta savlatli mol ekan bu mol. Bo'yi 1.40. Yana bu ukamiz mana o'zi bo'ylari ham ancha 1.40 bo'y. Xudo xolasa aka bo'yi. Bu bolasi. Bu bolasi aka, xunojin. Bola xunojin aka. Bola o'ta pachka ekan. Yaylovda yurgan, qamoqqa tushmagan. Qamoqqa tushmagan aka. Bular nechinchi tug'ilmagan aka? Aka bu 4-chi tug'di, xudo xolasa 4-chisi shu bola. Tishi nechta ekan? Mana agar mana shu bolasi 3-chisi ekan, xudo xolasa. Mana bola lekin o'ta sifat pachka bergan ekan. Deb ko'rsatib qo'ydik bolasini. Yani telefon qilsa bir qator WhatsApp, Telegram hamma yo'q bor. Tashlab beriladi ekan. O bularni bo'y basi necha dedingiz? 1.40 ha? Xotirja 1.40 plyuskayu 1.40 ga beraveramiz. Bo'yi tortishilmaydi. O'zimizga dehqonchilik ekan ukamizga. 3-4 yildan beri boqib yurgan sandiqda saqlagan sigirlarni endi sotyapti deganlar, yaxshi ish boshlagan ekanlar. Bu bola xunojin. Bolasi necha oylik oldi uka? Bolasi aka 1 oylikqa to'ldi. 1 oylikka to'libdi akalar. Bola o'ta pachka narsa ekan. Xudo xolasa buni dehqonga ham, olib sotarga ham hammasiga sotaveramiz. Bir xil sotiladi aka. Telefon qilgan odamda inshaalloh ishi bitadi, ha. Mana aka bola lekin bola o'ta sifat narsa ekan lekin. Narxini gapiring, uka. Suti nechladingiz aytgancha? Aka, buni asli bolasi emyapti, 3 litr sovulyapti. Bizga asli suti kerak emas. Bola emsa bo'ldi. Lekin bolani ko'ryapsizlar, 1 oyda natijani ko'ringlar, bolani 1 oyda natijasini. Lekin bolani o'ta sifat berib qo'yibsiz-da, rasmiy uchadigan bola ekan, ha? Ha aka, shu beryapti. Buni hozir ona bolani mana. Bola 1 oylik. Sifat sorti ideal. Ona bola Shved. Ona bola Shved. O 8-ga kurash chiqardi endi. Chiqardi. Narxlari ham qulay bo'ladi. Sizga dehqonchilik aka. Sizga aka dehqonchilik. Yaxshi ish boshlagan maqsadda qo'lda beringchi. Aka. Qarang. Qancha qo'yiladi endi? Endi misli aytib qo'yingchi. Anaqa ortiqcha tortishadigan haligi. Anaqa savdogar emassiz siz baba. Biz aka endi telefon qilsa o'zlariga 1-2 million kerak. Telefon qilsa bo'ldi, ishlar bitadi ancha. 38 million ekan, xayriga sunnatiga o'tib beradi. Tortishmayman aka, xudo xolasa bu ukamiz dehqonchilik o'zlaring telefonni qilib kerak bo'lsa yaxshi gapirib yarim puliga olinglar akalar. Xudo xolasa, ha? Aka, bemalol telefon qilishaveradi. Xudo xolasa. 24 ga 7 ishlab turadi telefon. Agar molda lekin sifat sorti ideal ekan. Endi dehqonda mana shunaqa mol bo'ladi-da, ha? Dehqonda aka shunaqasi. Bolasiga lekin bolasiga besh ketdim. Ona bola aytilyapti aka. Ona bola aka. Mana aka, ona bolani ko'ringlar. O'ta ideal narsa ekan. Telefon qilasiz agar yana ishlayapti, lekin denglar aytish kerak, realni. Bozorda arzon bo'ldi. Bozorda arzon bo'lyapti aka. Hamma bor, hamma ham bor. Tomda tarasha, puliga yarasha. Ha. Ikkinchisiga aka endi. Ikkinchisiga mana. Bola buniki ham xunajin. Bolasiga ham chiqinchi ekan. Bola ham smetalga gibrid ekan, ha? Mana. Agar ozgina mehr talab ekan, lekin endi dehqonda shunaqa bo'ladi ekanlar. Lekin sutiga hozir bolasi to'yib endi ham mana bolani ko'ringlar ekan. Bolani ham o'zi $2000 olib kelgan ekan ekanlar. Bola ekanlar smetalga gibrid, bolani ko'ryapsizlarmi? Bolasiga ishqiboz osalangan kerak, xudo xolasa. Yakka ham sotilaveradi. Kizmaysizlar, lekin bo'g'oz beringizmi buni hali? 2 oylik aka. 2 oylik bo'g'oz bo'ldi. Qonnida ham bolasi bor. Yonida ham bolasi bor. Qonnida, yonida sizdan kerakmi akalar? Mana. Bolasini ko'ring aka. Bola o'ta sifat ekan. 50-liklarga aka. Bola o'ta pachka narsa ekan. Necha oylik bo'ldi bolasi? Aka, bolasi xudo xolasa 5 oylik o'tdi. Uyamiz dehqonligi. Bunaqa gapga javob ustamas o'zim
qo'ldan kelgancha tars yetib ketyapti. Ya'ni xijilot degan narsa bo'ladi. 1-2 marta aka yangi somon pomon sotib alaqallari endi haligi. Bunaqa narsada yangilar. Haligi. Yangi. YouTube'ga bunaqa sotuvga birinchi chiqishlari haligi. Dalada mol boqib yurishgan bular. Aha. Xudo xolasa bu ona bola suti nechta ekan? Suti aka buniki eng kam 8 litr beraveradi boladan tashqari. 8 litr meni. Bolasi endi aka. Nechinchi tug'im bu? Endi ko'rdingiz-a? Bunikimi? 4-inchisi aka. 4-inchisiga, xudo xolasa. Pushti tumshug'idan akalar. Ikkovlar bo'g'oz akalar, xudo xolasa. Bolaga lekin 5 ketdim, xudo xolasa. Bola 3 oylik bo'lib qoldimi? Bola 5 oylik o'tdi. 5 oylik bo'ldimi? Katta bo'lib qoldi, ancha. Ha aka. O'shanga akalar lekin bozorda 18-19 sotilyapti ashi. Arzon bo'ladimi ona bolaga? Arzon bo'ladi aka. Bunikimi? Ha, gapiring. Nima? Ona bolani 35 kami bor aka. 35 kami bor? 35 kami bor. Telefon qilishadi o'tib berasiz. Telefon qilishsa o'tib beraman aka. Agar bular hozir dehqon tars bozorga ham chiqishmagan, narxlar yetib ketishaveryapti. Agar dangalatganda yaxshi gapirib, yarim pulga olib qo'ying, dehqonni ko'ngli bo'sh bo'ladi akalar. Mana. Bola ham akalar smetalarga o'ta sifat bo'ladigan narsalar ekan. Bittadan telefon qilasizlar-ku, bu ukamizni dadalari syomkaga chiqqan hijolat qildilar, lekin dadalar bilan savdo bo'ladi. Savdo dadamlar bilan aka. Xudo xolasa. Endi keyingisiga. Olaparovdan qidirish qildilar. Olaparovdan dahshatidan ekan bu. Aka. Bolani o'zi $1000. Bola buqa ekan-a? Bola buqa. To'qol salkam, salkam to'qol. Kela ham dum-dumaloq ekan gellalar. O'ta sifat ekan bola. Narxini eshitsa, moldan to'g'risi kelmay qoladi. Sizga dehqonchilik, suti nechta ekan? Suti aka 10 taga bermayman, asli 10 ta sovuladi. Bolasini ajratib 10 ta sovulsa, asli bizga sut qiziq emas. Hop. Bolasi ham yursa bo'ldi aka. Bola tagida yuribdi. Eng kam 8 litr beradi. Kamida 8 litr. Kamida 8 litr beryapti. Agar beyda bu mollar halagilar yem-pem degan narsani ko'rmang. Agar ozginada kepatlar tursa, vahshat bo'lib yaltirab ketsa kerak, Vahshat bo'lib qoladi aka. Mana akalar ko'ryapsiz, tabiat bilan dalada yuribdi bu mollar mana. O, payon yo'q dalada, Sariq qishlog'ini o'zida. Bola buqa ekan-a, ideal. Bola buqa. Hop, ona bola. Ona bola. Bo'ylar necha ekan? Bo'ylar aka. O'zingiz turingchi, 1.30. Bu ukamiz mana 1.65. 1.30 chiqyapti. Narxga keladigan bo'lsak, Buniki ham aka shunaqa. qancha dedingiz? 38. 37? Kami bor. 37 talaqa olsin. O'tib berasiz, telefon qilasan. Beraman aka. Aka 37 million so'm. Telefon qilasizlar aka, yana o'tib beriladi. Ona bola. Bozorda 45 tushda sotilyapti. Yana aka bu. Yana xudo xolasami? Navvoz talab bo'lib qoldi. Yana? Yana. Mashalloh aka mana. Mana narsalar oqib qolibdi. Xudo xolasa bu 37 deyildi akalar. Aytilgan narx muhim emas. Avvalo. Telefon qilsan Dadalar bilan savdoni qilib akalar, dadalarning ham ko'ngli bo'sh odam o'ta. Bittadan telefonni qiling. Kerak bo'lsa yarim pulga olib qo'ysinlar, dadangizni ko'nglini olib. Ko'nini olsin. Yarim pulga yo'ling akalar. Yaxshi gapirib 37 million so'mga yana o'tib beriladi. Ancha. Sunnati bor aka. Sizlar o'zlaringiz aytyapsizlarga, bozorga chiqilmadi. Yo'q aka, endi. Bozorga chiqilmadi, tars telefon qilasiz akalar. Haligilar ham olib sotorlar ham til aloqaga chiqaverasiz aka. Ancha yengil qilib beriladi. Ularga pul yaxshi ish boshlab sotilyapti ekan. Mana aka, zivachkalar o'zi bilan. Pandasizdan. Pandas. Mikkavamiz. Kay, gibrid. Bolani ko'ring akalar. Bola sifat. Bola qancha 1 oylik bo'lib qoldimi? Bola 20 kunlikka to'lyapti. Bola 20 kunlikka to'lyapti akalar. Onasini bo'yi nechi? Onasini bo'yi 1.20 ga olishaveradi aka. 1.20 pul aka. Bolaga akalar lekin gap yo'q. Bolani yaxshi sifat beribdi. Bola cho'tka aka. Suti nechta ekan bo'ladi? Suti aka buni 6 ta olishaversa. Bolasi sovulyapti. Bolasi ham emi yuribdi tagida. Tagida yuribdi aka. Aka bolasi mana ketdi mana. Bola sifat ekan. Narx arzon bo'ladi buni ham. Tars. O bo'ylari necha deysiz? 1.35 pulista? 1.20 pulista. Bu 20 pulista. Bu yerga tortishilmaydi, dehqonchilik. Tars. Yeb ichib turibdi, ko'vish qaytarib turibdi, ha, sog'lom. Ochkasi o'zida. Mana aka dehqonlar ishonchlisizdan. Narxini gapiringchi uka. Narxim aka
Chorva zamondan chiqyapman deysiz. Voy, chorva zamondan chiqdim deyishsin aka. 30 million kami bor. Telefon qilishsa o'zlariga o'tib beraman. 29 berishsin. Yana o'tib berasiz. Voy aka, sizniki ham emas, meniki ham emas. 28 ga olishadi. Gap yo'q. Telefon qilishsa o'zlariga o'tib beramiz. 28 bunaqa 200 ming 300 ming emas, millionlab o'tiladi. Million o'tib beramiz aka. Xudo xohlasa akalar, 200 ming 300 ming emas, millionlab. Ancha o'tib beriladi akalar. Bolasi ketdi, dalada yuribdi endi. Mana akalar. Bolaga lekin 5 ketdi akalar lekin. Xudo xohlasa akalar qaysi bir yoqqan bo'lsa, telefon qilsalaring kelishtirib beriladi. Xudo xohlasa savdogar akalar ham kelaverasizlar, ha? Ha, kelishaveradi aka. Xudo xohlasa akalar bu yerda dastlabki qilish iloji yo'q, lekin kelishib qolinsa dastlabki ham qilib chiqarib beriladi. Demak, bular menaga payoni yo'q dalada mana. 945 mana Majdamanzda dehqonchilik qilib yurishadi mana. Katta Saray qishlog'in dalasi xudo xohlasa akalar. Qaysi bir akalar yoqtilsalaring xudo xohlasa yana boshqalardan bir qator video syomkasi tashlab beriladi. Bu shvetimiz mana. Bolasi bayda ekan. Demoqchimanki akalar, bu mollar ishonchli. Dehqonni o'zidan birinchi qo'l. Mana aka. Soni serap. Shu. Soniga 8 ta bo'ladi, 4 ta bola. 8 ta bo'ladi aka. Chorva zamondan chiqsin deyishsin aka. Dedim tars yetkazib obuna bosib qo'yishadi aka. Gap yo'q. Xudo xohlasa akalar, shu bilan videolarimizni yakunlayveramiz. Qaydan bo'lishingizdan qat'iy nazar aloqaga chiqsalaring, xudo xohlasa ishlang deb bitiriladi. Bittadan like bosib, maksimal kuzatib boraverasizlar. Like bosish sekin.